Butun dunyo dietologlari ertalab yengil ovqatlaninglar deb turgan bir zamonda odamlar bilasanmi nima qilishar ekan? Nima qilishar ekan? Odamlar to'y qilayotganda saharda osh berar ekan. O'shanga vohli uyqusidan voz kechib shu oshni yeb kelishar ekan erimasdan. Shu oshni kunduzi qilsa bo'lmas ekanmi? Kunduzi qilsa oshni yetkazib olmas ekanda, tekin oshni ko'chadaglar ham begona bo'lsa ham kirib yeb ketaverar ekan. Bu odamlar haftani boshqa kunlari ham osh yeyishsa ham payshanba kuni osh yemaslik jinoyat ekan deb eshitdim. Bilasanmi nega aynan payshanbada osh yeyishadi bular? Nimaga? Sen har kuni uyingda qiladigan ishingni bular faqat payshanbada qilishar ekan. Odamlar ham qizig'i oshni bu ishga kuch berishi mifku. Odamlarda xohish bo'lish kerak bunaqa narsalarga. Odamlar bir-birini shunchaki choy ichib gaplashib o'tiramiz deb chaqirar ekan. Shunda choy ichib o'tiradimi? Choydan oldin dasturxonga somsa, sho'rva, shashlik va oxirida choy kelar ekan. Ularni orasida dieta qilayotgani bo'lsa, shuncha ovqatdan keyin Cola Zero zakaz qilar ekan. Cola Zero nima qiladi? Bu Cola Zero shakarsizmish, semirtirmasmish, odamlar ishonadigan yana bitta mif. Bo'pti, uni buni qo'y. Toshmiyni oshidan olib keltirganman, qani ol. Soat kech bo'lib qoldi-yu, osh qandoq ketarkin? Unaqa dietalar odamlar uchun chiqarilgan. Sen odam emassan-u, sen yeyver.